Nodir. Hali yosh edik-ku, Nodir. Qiladigan ishlarimiz ko'p edi. Sensei, nima qilyapsiz? Nodirni o'ylab o'tiribman-da. Ha, men eshakni o'ylayapsimikin debman. Demoqchi bo'lganim, eshak topib qo'ydim-da. Xuddi Sattor akanikiga o'xshar ekan. Nima qilmoqsan u eshakni? Olib kirib boylab chiqamiz. O'shani rejasini qilsak demoqchi edim. Jo'ra, eshakni qayerdan topding? Qishloqdan. Jo'ra, Sattorni eshagi o'lgan. Qanaqa qilib u eshakni qo'yib chiqasan? Qani bu yerda mantiq? Ha, endi mantiqni o'ylab o'tiraveramiz-da, sensei. Tinch qo'ymayapti-yu Sattor aka. Voy, tinch qo'ymaydi-da. U eshak o'lgan. Qanday qilib u aqlingga sig'di? Boshqa eshakni olib kelib qo'yish. Sen odamni jinni qilasan, Jo'ra. Zo'rg'a topuvdim-da eshakni. Topish oson bo'lmadi o eshakni. Mahallada ham eshak ko'p ekan. Lekin unga o'xshaydigani yo'q ekanda. O'shandan foydalanib qolishimiz kerak, sensei. Unga ham keyin 800 ming pul berib olish kerak. 800 ming? Eshak 800 mingmi? Ha? Endi yetkazib berishi bilan-da, sensei. Yo'l kirani ham bilasiz-ku. Qishloqdan bu yoqqa olib kelish ham oson emas. Bo'lmaydi. Jo'ra, qaytarib yubor eshakni. Ertaga kelgandan keyin unga ham pul to'lab o'tirishim kerak. Senga hali ham yetib kelmayaptimi? Eshak o'lgan. Qanday qilib qo'yib qo'yamiz u eshakni? Aqlingga sig'yaptimi shu? Iltimos. O'zi hozir Nodir bilan bir yo'qli bo'lib yotibman. Eslatma o'sha eshakni. O'lsa o'lib ketmaydimi o'sha eshak? Eshak deysan menga? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi? Yaxshi, rahmat. Bo'pti, kir uyga. Hop. Eshak. Nima qilaysan sen? Qaytarib yuboraveraymi eshakni? Qaytarib yubor. Sal qolsa hozir Shamshod ham eshitib qolay dedi. Bo'ldi, umuman uyda bu mavzu haqida gapirmagin. Xo'jayin, nima qilamiz? Ishga boramizmi? Akram. Men seni farosatli bo'ladi deb o'ylardim. Ozroq kallangni ishlatib gapirsang bo'lmaydimi? Qizim yo'q uyda. Ishchi gapirasan? Uzr, xo'jayin.
Nima qilamiz unda? O'sha narsani men sendan so'rashim kerak. Nima qilamiz, Akrom? Sen ham biror bir odamga bir maslahat bergin. Bolalarga aytaman bo'lmasam. Qidirib topamiz. Top. Qayerdan bo'lmasin top. Kechki paytga uyga qo'rib qo'l bilan qaytma. Tushundingmi? Xo'p. Qizimni olib qayt. Akrom, Shohruxdan foyda yo'q. Bu ishga o'zing jiddiy qaragin. Tushundingmi? Xo'p. Endi o'zingni ko'rsatadigan payting keldi. Men senga ishonaman. Bo'shashma. Bor. Top. Bor. Xo'p, xo'jayin. Topadi. Akrom topadi. Zilola, yaxshimisan? Sizlarga qiyin bo'ldi, bilaman. Ayniqsa senga. Xudo xohlasa, endi bu yog'iga yig'lamaysan, Zilola. Ko'zingdan yosh oqizmayman. Sevinch yoshlari oqishi mumkin, lekin alamli ko'z yoshlari oqmaydi. Faqat meni kechir. Nodir akang bizni baxtli kunlarimizni ko'ra olmay ketgani yomon bo'ldi. Peshonada yozilgan ekan. Biz nima ham qila olardik? Seni olib ketaman. O'zi o'tgan safar aytgandim-ku. Uydagilar bilan kelmoqchi edik. Akang yotib qoldi. Ko'rgani ham kela olmadik. Marakalar o'tsa, seni olib ketamiz. Endi hech kimni gapiga ham qarab o'tirmayman. O'zim xohlaganimdek yashayman. Faqat sen yonimda bo'lsang bo'ldi, Zilol. Sherzod aka, nega oldinroq kelmadingiz? Agar vaqtliroq kelganingizda, balki bizni baxtli kunlarimizni akam ko'rgan bo'lardilar. Men sizni dadangizga o'xshab, akamni o'limida sizlarni ayblamayman. Akamni qismati shu ekan. Lekin meni baxtli kunimni ko'ra olmagani alam qilyapti.
Hammadan ko'ra ko'proq kutgandi akam bu kunlarni. Bo'ldi, yig'lama. Akangni haqqiga duo qilamiz. Qo'limizdan boshqa hech nima kelmaydi. Muhammad, sen meni kechirgan bo'lsang bo'ldi. Kechirding-a? Xudo xohlasa bu yog'iga birga bo'lamiz. Senga va'da beraman. Seni yaxshi ko'raman. Men ham. Вай, так было весело, помнишь? Yeah, it's funny. Yeah. Вай, да, конечно. Почему? Нет. Да. Привет, Аки. Kim bilan gaplashyapsan? Сани, я тебе перезвоню. Давай. Kim bilan gaplashyapsan? O'g'il bolam, qiz bolami? O'g'il bola kursdoshim. Sen o'g'il bola bilan gaplashyapsanmi hali? Nima qilibdi? Nigina, nima deganing bu nima qilibdi? Bizga to'g'ri kelmaydi bu. Tushundingmi? Men senga boshidan kelganingdan beri aytib kelyapman. O'g'il bola bilan gaplashma, yig'ishtirgin deb, to'g'rimi? Aka, sizlarga to'g'ri kelmasa, menga to'g'ri keladi. Qanaqasiga to'g'ri keladi? Ertaga bizning uyga sovchilar kelishi mumkin. Nimalar deyapsan? O'ylab gapirasgina. Ovozingizni ko'tarmang menga. Ovozim bori shu, eng pasti Behruz, shu. Nigina? Nega baqiryapsizlar? Nima bo'lyapti? Ertaga bizning uyga sovchilar kelishi mumkin. Keyin kelganda bu qiz Yevropeyskiy qiz, bu bizning oilaga to'g'ri kelmaydi degan gapni men dadam ko'tara olmaymiz biz. Tushundingmi? Sizlar ko'tara olmasanglar, men ko'tara olaman. Siz menga umuman baqirmang. Umuman ovozingizni chiqarmang. Oyimga aytib Bor berasiz. aytsa aytaver. Oyi. O'zi oyim sen juda ham erkalatib o'rganlar. Oyi. Ha? Oyi, o'g'lingizni qarang. Menga baqirishlarini. Nima bo'lyapti? Behruz, tinchlikmi? Oyijon, mana buningizni o'zi qanaqadir telefonda kim bilandir gaplashyapti. O'g'il bola. Nima qilibdi? Ey, Oldingda men turibman u. Nima qilibdi? voy bolalar, men o'rtada turibman-a? Voy onam bor demaysizlar-ya, baqirishinglarni qaranglar. Qizim, nima bo'ldi? O'zi kim bilan gaplashayotganding? Kursdoshim bilan telefonda gaplashayotgandim. Akam kelib menga baqiryaptilar. Bu qanaqadir kursdosh bilan o'g'il bola ekan. Tushunyapsizmi? Yonida akasi bormi, yo'qmi bilmayapti bu. Xo'p, o'g'lim, baqirmagin, iltimos. Shu narsalarni baqirmasdan sekin tushuntirsa ham bo'ladi-ku. Oyjon, boshda men yaxshilikcha sekin tushuntirayotgandim. Buningizni o'zi tushunishga harakat qilmayapti. O'g'il bola bilan gaplashmagin, tushundingmi? Ertaga sovchi keladi dedim men senga. Bo'ldi, Behruz, tinchlangin, baqirmagin jon bolam. Nigina qizim, akang to'g'ri gapiryaptilar. Uni ustiga keyin seni akangga bunaqa ohangda gapirishga umuman haqqing yo'q. Nimaga oyi? Akam yonlarini olyapsiz. Nimaga bularning haqlari bor, menda yo'qmi? Oh, qizim, nimalar deyapsan? Bu seni akang, tushunyapsanmi? Hech qachon akangga ko'ziga tik qarashga, ovozingni balandlab gapirishga haqqing yo'q. Akamga mumkin, menga mumkin emasmi? Ovozingni o'chir, tushundingmi? Hozir yana boshqacharoq gapiraman shekilli senga. Voy, Behruz, tinchlan jonim bolam. Nigina, menga yaxshilab quloq sol. Bu senga yana bir marta aytaman, Yevropa emas. O'zimizning urf-odatlarimiz bor. Bu yer O'zbekiston. Bu nima akasiga nisbatan hurmatsizlik, a? Qizim, kelganingga ham
1 oy bo'lib qoldi. Tezda Yevropani unutib, o'zimizni urf-odatlarga, aka singil o'rtasidagi hurmat, ota-onaga bo'lgan hurmat, hammasini boshqatdan eslagin. Eshitdingmi? Meni boshqa bunaqa uyaltirma. Hoziroq akangdan kechirim so'raysan. Ular mendan kechirim so'rasinlar. Chunki bular birinchi baqirdilar. Oyijon, buningiz tushunmayapti. Sen boshida uydan chiqib ketayotganingda, to'g'rimi? Chet elga ketayotganingda qanaqangi qiz eding sen? Nimaga o'zgarib qolasan? Behruz. Biz ham o'qib keldik kuchetda, to'g'rimi? Behruz, bo'ldi, sen tinchlan. Sen xonangga boraver. Men singlim bilan o'zim gaplashib, hammasini tushuntirib qo'yaman. Oyijon, o'zingiz gaplashing. Ertaga bizni uyga sovchilar kelishi mumkin. Bu tushunmayapti umuman. Bo'ldi, o'g'lim, sen tinchlan. Men hammasini o'zim senga tushuntiraman. Sen xonangga chiqaver. Xo'pmi? Sen qiz, menga qara. Ana o kuni ham senga aytdim. Akang eshitib qolmasin, dadang bilib qolmasin dedim-a? Bu nima hurmatsizlik? Akangga nisbatan. Nega o'g'il bola bilan bemalol gaplashyapsan? Mumkin emas, gaplashma o'g'il bola bilan demaganmidim? Do'stim-ku, oyi, yomon ish qilayotganim yo'q. Qizim, do'stim dema. Qiz bola o'g'il bola bilan gaplashishi bu bizning mentalitetga to'g'ri kelmaydi. Bo'ldi, qizim, hammasini unut. O'g'il bola bilan gaplashma. O'zimizni chiroyli o'zbekona urf-odatlarimizga qaytgan jonim bolam, bizni uyaltirma. Qanaqa qilib oyi, birdaniga o'zgarishimni kutyapsiz? Qizim, bu nima Men ham sekin-sekin o'rganishga harakat qilyapman-ku. Lekin bulardan voz kecha olmayman. Necha yillik kursdoshlarim bo'lsa, hamma bir-biri bilan gaplashyapti. Bu yerda yomon ish bo'layotgani yo'q. Hali ham men kam gaplashyapman. Qizim, bo'ldi, tinchlan. Seni ham to'g'ri tushunaman. Chet elda o'qib kelding. Ularning mentaliteti, ularning urf-odatlari boshqacha. Lekin baribir o'zimizning o'zbekona urf-odatlarimiz juda go'zal. Sekin-sekin gaplashlarni kamaytir, qizim. Ular kursdoshlaring, sen bitirding institutni, bo'ldi. Vaqtim yo'q de, ishim ko'p de. Xullas, jonim bolam. O'g'il bolalar bilan gaplashma. Bu dadangga yetib borsa, yaxshi emas. Xo'pmi, qizim? Mana shu oxirgi ogohlantirishim. Kelishdikmi? Xo'p, oyi. Barakalla, qizim. O'zimning chiroyli qizimki. Asal bolam. Boroq xonangga. Qaytgancha akangdan albatta kirib kechirim so'ragin, xo'p? Xo'pmi? O'ylab ko'raman. Bu qizga chet eldagi o'qishi juda yomon ta'sir qildi-da. Voy, dadasiga necha marta aytgandim, ha, jo'natmang chet elga, jo'natmang o'qishga. Yomon ta'sir qiladi degandim, mana ahvol. Qizim. Tavba. Oyi, Ha? sizda gapim bor edi muhimroq. Gapir, nima gap ekan? Repetitoringga biror nima bo'ldimi? Maktabda muammoing bormi? Yo'q. Ha? Ano, Sattor akani eshigi bo'yicha. Xo'sh. O'sha eshik haqida dadam bilan tog'am juda ko'p gaplashishyapti. Nima deyapti? Eshik o'lgan bo'lsa meni tinch qo'y deb dadam gapiryaptilar. Hadeb eshikda yurma. Xullas, bundoq qarasam har doim ko'pincha eshik haqida gaplashayotgan bo'ladi. Agar eshikni bular o'ldirmagan bo'lsa, nimaga eshik haqida ko'p gaplashyapti? O'tgan safar ham aytdik senga, Shamshod. Unaqa tog'angdan, dadangdan. Sen shunaqa gumon qilib turganingda begonalar nima deydi? Endi o'sha Sattor akani ha deb oldiga pichoq ko'tarib kelib bezovta qilavergandan keyin gaplashayotsa gaplashayotgandir-da.
Oyi baribir shubhali-da. Menga g'alati tuyulyapti. Senga ularni gap so'zi g'alati tuyulmasin-a? Sen darsingni, repetitoringni o'ylagin, xo'p? Darsga bormayotganing, repetitorga vaqtida bormayotganing, ana o'shalar senga g'alati tuyulsin. Mana bu o'sib ketgan soching g'alati tuyulsin. Oynaga bundoq qaradingmi? G'ashing kelmayaptimi? Sochingni qara. Ha? Bu moda-ku. Nima endi bu bandit yurish moda bo'ptimi? Odamga o'xshab yurgin. Bor, sartaroshning eshigini topa olmayotgan bo'lsang, olib borib ko'rsatib qo'yaman. Kechki uxlayotganingda sochingiz vachga yopishtirib qo'yaman. Yoki dadangga aytaman qaychi urib qo'yadi. Oyi, odamni soch turmagi muhim emas. Miyasi ishlasa bo'ldi. Mana shu soching ko'payib ketgani uchun miyang ishlamasdan, tog'ingdan, dadangdan gumon qilib yuribsan. Miyang ishlamayapti seni, sezyapsanmi? Kalga oldirib yuborsang, miyang zo'r ishlab ketadi. Siqilib qopti boshing. Oyi, gaplarim yolg'on emas, ishoning menga, iltimos. Ey, hozir dardimiz senga o'shani o'lib ketgan eshagimi? Dadangning eng yaqin o'rtog'i o'tib qoldi. Hozir seni mana shu gaplaringni eshitsa siqilmaydimi dadang? Bor tezda ko'zimga ko'rinma, darsingni qil. Tur o'rningdan. Hech kim ishonmaydi gaplarga. Qaravoring. Hozir. Oyim etdilar. Sizdan uzr so'rashim kerak ekan. Birinchi siz so'rang, keyin men so'rayman. Nimaga men so'rayman? Siz birinchi xafa qildingiz meni. Baqirdingiz menga. Menga qara. Men o'zimdan o'zim baqirganim yo'q senga. Birinchidan. Ikkinchidan, men erkak kishiman. Sen qiz bolasan. Esingda bo'lsin. Erkak kishi uchun qiz bola singlisini, or-nomusini saqlab yurish bu bizning vazifamiz bo'ladi. Shunday ekan, sen o'g'il bola bilan gaplashsang, men shunchaki qarab tura olmayman. Bundan keyin u kursdoshing bo'lsa ham, boshqasi bo'lsa ham qaytib ko'rmay, tushundingmi? Keyingi safar bundan ham battar xafalashib qolamiz. Uzr so'raysizmi yo'qmi? Men senga tushuntiryapman. Tushunmadingmi gapimni? Tushundim, xo'p, baqirmang. Kechirasiz. Nima bu? Kechirim so'rayapman. Bo'pti, ishim bor. Uzr. Singlimay. Tog'a. Ha. Sizlar nimaga oxirgi paytda eshik haqida ko'p gaplashyapsizlar? Endi Sattor aka tinch qo'ymayapti-ku bizni. O'shanga gaplashyapmiz. Sattor aka deng. Hozir ham dadam bilan eshik haqida gaplashib turibdilar. To'g'rimi? Ha, nima qilibdi? Yo'q akam, sal g'alatiroqda. Asli o'ldirmagan bo'lsanglar, o'g'irlikka tushmagan bo'lsanglar, asli nima qayg'urasizlar eshik haqida? Shuni tushunmayapman. Senga aytayapman-ku. Ana qo'shning Sattor aka mendan gumon qilib yuribdi. Nimadir borki, shu Sattor aka gumon qilyaptilar-da, tog'a. Bekordan bekorga gumon qilmasa kerak u ham. Nima demoqchisan bu gaping bilan? Meni qotil demoqchimisan? Bo'lishi mumkin. Chunki siz itdan qo'rqardingiz, aytdim-ku.
Ha, o'sha itni o'ldiraman deb eshikni o'ldirib qo'ygan bo'lishingiz mumkin. Og'zingga qarab gapir, Shamshod. Bo'ldi. Sen bunaqa deb tursang, qolganlardan nima kutaman? Ha. Bir gap bor tog'a lekin. Darsingni qilib o'tirsang bo'lmaydi bundan ko'ra. Aytdim qo'ydim-da. Eshitib qoldimikin, ha? Endi sanam ketsang bo'laveradi. Akangni marakalarni ham o'tkazdik. Ular ham kelisholmay hijolat bo'lib o'tirishgandir. Borarman xola. Hozir borib ularni ko'nglini oladigan, xizmat qiladigan vaziyatda emasman. To'g'ri. Endi bu yerda ham siqilib o'tirmagin deyman-de. Bu uy har joyda seni akangni esga solaveradi-de. Bu yoqqa kirsang ham esingga tushadi, bu yoqqa kirsang ham esingga tushadi. Seni siqilmagin deyman-de. Har doim yig'lab o'tirasan. O'zingni qo'lga ol endi Zilola. Yig'lashga arzigulik edi-da akam xola. Ota o'rnida ota edi. Ona o'rnida ona. Qanday qilib yig'lamayman xola? Hali ham ko'z oldimdan ketmayapti oxirgi so'zlashganlarimiz, gaplashganlarimiz. Otamdan ayrilganimda ham bunaqa holatga tushmaganman. Chunki yosh bo'lganman. Bilmaganman. Lekin bu biz uchun qattiq zarba bo'ldi. Shu kungacha boshimga tushgan sinovlarning eng og'iri bo'ldi. Akamday mehribon insonni topolmasam kerak. To'g'ri. Nodirni o'rni bo'lak edi. Nima ham qila olamiz endi Zilola? Qaynanang keldilar mana. Uzrini so'radilar. Kuyov ham keldilar. Endi bir og'iz etsak, kelib olib ketishadi. Yoki o'zimiz olib borib qo'yib kelaylikmi? Nima deysan? Bilmadim. Ko'nglimga hozir bu narsalar sig'mayapti xola. To'g'ri. Seni ichingdan o'tayotgan narsalar mendan ham o'tayapti Zilola. Jigarimga achinyapman. Menga ham oson tutma. Yana sovchilar kelsa, shaydonni ham uzatishimiz kerak. Bu yog'ini ham o'ylagin-de. Mani hali tegish niyatim yo'q. Qachon akam yillar o'tsa, keyin deyaman. Shaydo, sana unaqa deb turolmagan. Aza 3 kun bo'ladi. Mabodo tenging chiqsa, uzatib yuboramiz seni. Yo'q. O'zim bilaman qachon tegishim kerakligini. Mayli. O'zing bilasan. Zilola. Lekin seni uyingga olib borib qo'yishimiz kerak. Xo'p. Xudo tarafga men qo'ng'iroq qilib aytaman, xo'pmi? Kelishaveradi. Xo'pmi? Xo'p. Xo'p. Mayli. Mayli Zilola. Men hozir oilaga borib telefon qilaman, xo'p? Opa. Men siz u yoqqa borishingizga umuman qarshi emasman. O'zim ham xohlayapman. Lekin siz ketganingizdan keyin xolam ketmasalar kerak. Mayli, ketmasalar sen bilan yashaydilar. Sen ham yolg'iz qolmaysan-ku. Men qolishlarini xohlamayman. Kim bilan qolasan sen? Ular qolganlardan ko'ra bitta o'zim yashaganim yaxshi.
Unaqa dema Shaydo. Mayli, xolam shu yerda yashab turursinlar. Qanaqa qilib yasharkanman? Hammasi yaxshi bo'ladi. Jasmin, menimcha bu yerlar menga qolib ketsa kerak. Behruz Kenjayevich baribir kelmayapti. Voy, assalomu alaykum. Behruz Kenjayevich. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Ha. Nima gap? Nodir akam sizni nimaga urdi? Ha? Nodir akam sizni uribdi-ku. Yur bu yoqqa. Yur. Dur Mahmudga. Nima deding hozir? Ha? Uzr Nodir aka, kechiring. Nima qilay? Nima qilay? Behruz aka, kechiring. Qanaqa Nodir aka? O'ylab gapirgan. Bu safar tushundingmi? Og'zi burningni yorib qo'yaman. Tushuntira oldimmi? Qayerda ishlayotganingni ham esingdan chiqarib qo'ymagan. Nodir aka deysan? Nodir akamanmi men senga? Kim bilan gaplashayotganingni ham esingdan chiqarib qo'ydingmi? Xo'p, kechiring. Indamagan sari sen o'zingni bosar tusaringni bilmay qolibsan, ha? Iltimos Behruz Kenjayevich. Ha? Qayerda ishlayotganingni ham his qilmayapsan shekilli-ga? Ko'r yaxshilab tepalarni qara. Nima deb yozilgan? Xo'p bo'ladi. Tushundingmi? Nodir akangga indamaganimning sababi u yerda Zilolaning hurmati borligi uchun indamadim. Tushuntira oldimmi? Agar yana nima deb gapiradigan bo'lsang, mana bu qovoq kallingdan ayrilib qolasan. Tushundingmi? O'ldim diyor. Nodir akang bilan birga yuraverasan, keyin birga nima qilsang qilib. Tushuntira oldimmi? Ikkalangni qo'shib yo'q qilib tushundingmi? Xo'p bo'ladi. Ehtiyot bo'lgan. Men nima qildim? Yomon gap gapirmadim-ku. Nimaga hamma meni uraveradi? Jasminning oldida ham sharmanda bo'ldim. Jasmin. Dadasi, endi qachongacha shunaqa ichi-etingizni yeb o'tiraverasiz? Umida, judayam og'ir judolik bo'ldi men uchun. Bilardik-ku qanchalik yaqin edik. Yoshligimizdan birga katta bo'lganmiz u bilan. Hali ham ishongim kelmayapti. Yosh ketdi, yosh. Nima ko'rdi bu dunyoda? Ota-onasidan ayrildi. Yo singillari baxtli bo'la olmadi. Na farzand ko'rdi. Xotini bechoraga ham qiyin bo'ladigan bo'ldi. Endi Allohning ishlarida nima ham qila olamiz, dadasi? Qo'limizdan nima keladi? Saidaxon bilan ham gaplashdim. U ham juda ham siqilib qolgan. Endi siqilib o'zini yeb o'tirgani bilan qaytib kelmaydi-ku. Odam bunaqa paytda o'zini qo'lga olish kerak. Turing, endi siz ham ishga boring. Odamlarga qo'shilsangiz, ko'nglingiz yoziladi, chalg'iysiz. Uyda o'tiraversangiz, xayolingizga kelib o'zingiz yeb o'tiraverasiz, dadasi. Ishga borsam qo'lim ishga bormayapti. Baribir u yerda ham o'tiraman. Xuddi Nodir kelib qoladiganday. O'zi mana shu ishni Nodirdi deb boshlagandik, esingdami? O'qishga kira olmay, nima ish qilishni bilmagan paytimda Nodir rahmatli yoniga chaqirgandi. Ustachilik qo'limdan kelmaydi desam ham
o'zim o'rgataman deb o'rgatgandi. O'sha paytlar ham sportni, ham ustachilikni teng olib ketardi. Keyin boksdan ketdi. Nodirdan bir umr minnatdorman. Yaxshi inson edi. Bilasanmi, Umida? Nodir o'lishidan oldin vasiyat qilib ketgan ekan. Telefonga video qilib. Singlilari meni chaqirib, o'sha videoni qo'yib berishdi. U yerda Nodir menga ham vasiyat qilibdi. Singillarimga, oilamga o'zing bosh bo'lib turgin, o'zing ko'z quloq bo'lib turgin. Singillarim senga omonat deb gapirib ketibdi. Ilohim joyi jannatda bo'lsin. Xudo tomon ham kelib ketdi. Zilolani ham endi olib ketsa kerak. Ha, olib ketishga olib ketar ekan u, lekin shunga ham Nodir aka ko'p siqildilar-da. Zilola deb ham ko'p siqildi. Men ham endi borib xabar olib turaman ulardan. Choy ichasizmi dadasi? Yo'q, mayli qo'y. Yo'ldoshvoy, bo'ldi, xafa bo'lmang. Jahli chiqib turgan ekan-da ularni ham. Nima? Jahli chiqsa faqat meni urish kerakmi? Yo'q. Urish kerak deganim yo'q. Siz ham jahli chiqib turgan paytga to'g'ri kelib qoldingiz-da. Siz ham noto'g'ri gapirdingiz-da. Nimani noto'g'ri gapirdim? Bor gapni gapirdim-ku. Rostdan ham kaltak yegan. O'shani so'radim xolos. Noto'g'ri so'ramadingiz, mayli, lekin boshliq bilan unaqa gaplashilmaydi-da. Dabdurustdan kelib, salom berib, kaltak yeb sizni siz noto'g'ri tushunadi-da. Chunki siz o'rtog'ingiz emas-ku. Boshliq nima bo'lsa ham. Shuning uchun siz qo'yningizga olmang, xo'p? Bu birinchisi emas, Jasmin. Ular har doim meni xafa qilishadi. Qalbimni og'ritishadi. Dilimni yaralashadi. Nima, men shu uchun dunyoga kelganmanmi? Yo'q-e. Nega unaqa deysiz? Endi shunaqa paytlarga to'g'ri kelib qoldingiz-da. Ayb sizda emas bu. Ayb mendami? Ayb sizda ham emas. Bo'ldi, bunaqa voqealarni unutib olish kerak. Unuta olmayman, Jasmin. Hali ko'rsatib qo'yaman. Nima qilmoqchisiz? O'shanda ko'rishadi. Hech qachon bunchalik xo'rlanmaganman. Bu safar o'tib tushdi. Ishxonasida ham ishlamayman. Ketaman. Unaqa demang, qayerga ketasiz? Boshqa ish topaman.
bitta kalta yeganingizga ketib borasizmi endi? Ketaman. Jasmin, meni onam Behruz Kenjayevich urushi uchun tug'ib qo'ymagan. Mayli, yaxshi qoling. Bu ham ular tomonda. Assalomu alaykum xo'jayin. Va alaykum assalom. Yaxshi dam oldingizmi xo'jayin? Rahmat. Nima bo'ldi? Yangilik bormi? Hozircha yo'q xo'jayin. Kutyapmiz. Qanaqa bo'shashgan odamsanlar o'zi? Ali deyarli Zulayxonni topib bo'libdi. Senlar na Zulayxonni topdilaring, na anovi yalanga yo'qda topdilaring. Xullas, Zulayxonni qidirmay qo'ya qollaring. Uni Alini o'zi olib kelar ekan. Menga ana uni topib kellaring. Xo'p, topamiz xo'jayin. Kecha aytgandim-ku, manzilini topdik deb. Manzilini topgan bo'lsang, nimaga olib kelmayapsan? Shunchaki uyini qaysiligini bilmayapmiz. Kutib o'tiribmiz kelishini tashqarida. Kutib o'tiraverlaring. Senlar chiravollaring. Faqat menga o'shani olib kellaring, tushundingmi? Xo'p bo'ladi xo'jayin. Ahmoqlar. Bitta ishni bilib qila olmaydi. Yonimda kimlar bor o'zi? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Mana bu eskizlarni ko'rib berasizmi? 2-3 kun avval topshirishim kerak edi, qolib ketdi. Nimaga qolib ketadi? Siz kelmadingiz-ku shunga. Nima deganingiz bu? Men bo'lmasam topshira olmaysizmi? Zilola opam hamma chizgan eskizlaringni Behruz Kenjayevichga topshirasan degandilar. Behruz Kenjayevich tasdiqlasa, o'shanda topshirasan dedilar. Shunga sizni kelishingizni kutdim. Qani? Buni 2-3 kun avval topshirishingiz kerak emasmidi? Hali ham topshirmagansiz buni, demak, to'g'rimi? Siz tasdiqlamadingiz-ku, shunga topshira olmadim. Siz bilasiz-ku, nimaga? Men qarang, siz nimaga hozir meni aybdor qilib qo'yapsiz, ha? Siz topshirishingiz kerak, to'g'rimi? Tamom, assalom. O'zi chizgin deb o'zi sizga kim aytdi? Zilola opam aytdilar. Mana bu qog'ozingizni ham, o'zingizni qorangizni ham yo'qoting bu yerdan, tushundingizmi? Mendan boshqa odam qurib qolganmi? Borib o'tkirga ko'rsatmaysizmi? Mendan boshqa odamlar ham bor bu yerda, tushundingizmi? Ishlaydigan hammani tanisangiz. Menga yopishib olganingizni qarang, tavba. Qo'lingizdan kelsa, ishlang. Agar kelmasa, ana, katta ko'cha. Tushuntira oldimmi? Ishingizni vaqtida qila olmasangiz, Behruz Kenjayevich sizni 3-4 kundan beri kutdim deb meni aybdor qilmang, tushundingizmi? Tushuntira oldimmi? Boring, ishingizni qiling. Boring, yo'qoling. Nima deysan? Behruz Kenjayevich, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bugun kechki vaqtingiz bormi? Yo'q, bora olmayman, aytdim-ku. Bora olmayman dedim, vaqtim yo'q dedim.
Yana telefon qilib so'rashi nima keragi bor? Bezovta qilma meni. Xo'p. Jinoqsan. Qayerda yashamoqchisan? Uy bor, xavotir olmang. Yo'qol. Ko'zimga ko'rinma. Akam bizni orqamizda o'lib ketgani yo'q. Sizni bo'ldilar. Chidolmadilar. Qancha kutdilar farzandli bo'lishni. Nodirni o'rniga boshqa do'st topib bersam bo'lmaydimi deb so'rachi? O'rnini bosarmikin? Dadajon,